kelajak bizni kutayotgan nimadirmi yoki biz qoldiradigan nimadirmi? Bola yoqtirmagan ustozidan dars olmaydi degan. Ha, bola sizni yoqtirish uchun siz uni yoqtirishingiz kerak. Ingliz tilini zo'r bilsa-yu, robotda yodlagan bo'lsa, ertaga hayotda 8-9 IELTS bilan hech kim bo'lmaydi. Hozirgi bolalarga to'g'risi ozgina rahmim keladi. Informatika juda ham ko'p. Ular ingliz tili o'rganishi kerak, informatika, IT o'rganishi kerak. Ularni biz akademik tomondan o'ta ko'p mas'uliyatni yelkalariga yuklaganmiz. Qanaqa endi kech deb ota-onalar nazdida kech, o'zi asli kech emas. Endi qo'yib bering endi ozgina. Ota-onamiz nimani xohlagan bo'lsa, o'sha narsani hayotda bizda ko'rishni xohlab, bizni o'shana qilib tarbiyalashyapti. Biz esa bolalarimizni o'zimiz xohlagan hayotda tarbiyalayapmiz. Taksi qilayotganlarda ham diplomi bor. Hammani diplomi bor. Nimaga shunga e'tibor bermayapmiz? Diplom muhim emasligini kerak uyg'onish payti kelmadimi? Ya'ni tamoman muhim emas ham deya olmaymiz. O'ta muhim ham deya olmaymiz. Menga o'quvchilarni yoqtirishim uchun pul to'lashmaydi. Menga darsni o'tishim uchun pul to'lashadi. Bolani kashf qilish kerak. Ikki xil toifa o'quvchilar paydo bo'lib qolyapti buni ortidan. Bittasi umuman bilmaydi qaysi sohani tanlashligini. Bittasi o'zini tushunib yetishligiga ota-ona tomonidan kech vaqt berilgan. Endi nima bosimda qolyapti desa, endi tanlay olyapti kasbini. Endi bu yog'i kech. Rock muzikani oldiga qo'ysa urib bo'ladi. Klassik muzikani oldiga qo'ysa gul yashnagan. Uyda har xil o'simligim bor. Men unga sim o'rayman, chapga bukaman, o'ngga bukaman, shoxini kesaman, chiroyli san'at paydo bo'ladi. Lekin bola bansa emasda, uni siz ushlab olib, chapga yurasan, o'ngga yurasan, mana buni qilasan, buni qilasan, u sinadi bu. U bola yovvoyi gul. Har odam o'zgaradi. Assalomu alaykum, Sevara. Assalomu alaykum, Shohruh. Yaxshimisizlar? Va alaykum assalom. Bugungi suhbatimizga kelganliklaring uchun, shunga rozi bo'lganliklaring uchun sizlarga kattakon rahmat. Asosan bugun o'zimizga yaqin bo'lgan, o'zimiz muhim deb o'ylagan yoki hozirgi kunda paydo bo'layotgan siz duch kelayotgan muammolar haqida ozgina suhbatlashaylik. Toki bu o'ylayotgan fikrlarimizni ko'proq odamlar eshitsin va bularga ham manfaatli bo'lsin degan niyatda yig'ildik. Alloh iloyim buni xayrli, manfaatli qilsin barchamizga. Bu hech qanaqa bir hali qiyin, o'ylanmagan yoki ilmiy narsa emas. Biz o'zimizni hozirgi teachingdagi va o'quvchilar, yoshlar va ota-onalar o'rtasidagi muammolarni ko'rayotgan nuqtai nazarimiz. Bu to'g'ri deya olmayman, lekin o'z fikrimizni bildirish kerak deb o'yladim. Shuning uchun bugun sizlarni taklif qildim. Kelganlaring uchun kattakon rahmat. Birinchi narsadan boshlaydigan bo'lsak, men muhim deb o'ylagan narsalarim bu bolalarni hozir kelajakka tayyorlayapmizmi? O'quvchilarimizni yoki yoshlarni qanchalik darajada kelajakka tayyorlayapmiz deb o'ylayman. Va o'zi kelajakka tayyorlash deganda nimalar o'z ichiga oladi? Cho'ponimikin gapingizda uyg'ondingizmi, endi uyg'oting deb. Biz uyg'onishimizga sababchi bo'lganlar ustozimiz bilasiz. Ko'p jihatdan, hayotiy va kasbiy jihatdan ham. Shuning uchun garchi yosh bo'lsak-da, nimalarnidir o'rgangan bo'lsak, shuni avvalo mana bo'lishish, kengroq jamoa bilan bo'lish niyatida buni tashkil qilganingiz uchun rahmat ustoz avvalo. Batdagi birinchi masala, ya'ni biz o'quvchilarni, bolalarni kelajakka tayyorlayapmizmi deganda menda bitta savol kelyapti o'zi. Kelajak nima? Kelajak bizni kutayotgan nimadirmi yoki biz qoldiradigan nimadirmi? Ya'ni biz qoldiradigan merosmi yoki mavhum bitta narsami bizni kutayotgan desa, menimcha kelajak biz qoldiradigan meros. Ha. Demak, biz bolalarimizni kelajakka tayyorlayapmizmi desa, ha, biz yaxshi meros qoldiryapmizmi? Keyingi davrlarda tug'iladigan avlod uchun. Ha, biz bir paytda tayyorlayapmiz. Ya'ni kutilmagan narsalar ham kelishi mumkin, lekin menimcha katta narsani biz o'zimiz mehnatimiz bilan yasab boramiz, meros bo'lib qoladi. Va xo'p, shunaqa bo'ladigan bo'lsa, endi meros deb aytadigan bo'lsak, endi biz qanday meros qoldirishimiz kerak? Birinchi masala, ya'ni inson o'laroq va bir kasbga ega bo'lgan ishchi o'laroq deylik. Ya'ni shu ikkita narsani ko'ryapman asosan. Endi inson o'laroq
shakllantirish bitta muhimroqmikin yoki kasb egasi o'laroq shakllantirish eng muhim narsa shu menimcha. to'g'ri. To'g'ri. Manimcha hozirgi zamonda aksariyat misol davlatlarda ham ko'rdim, ularni xodimlari bilan ham ishlaganman, chet eldaligimda ham ishlaganmanda, nimagadir mani nazdimda, mani qarashimda robotlashib ketib qolyapti-da ko'pchilik. Insoniylik tushunchalari mundoq pastlab turib, faqatgina ish bilan bog'liq bo'lgan, kasb bilan bog'liq bo'lgan qarash, fikrlash, sifat ko'tarilib ketib qolyapti. Va bu nimaga olib boradi? Ertaga nima bo'ladi bu ketishda deydigan bo'lsa, ishni ustida insoniylikdan voz kechib qo'yadi. Yuziga qaramay qo'yadi degan narsa meni xavotirga soladi-da. Ha. Asli teskari bo'lish kerak emasmidi? Misol biz farzandlarimizni avvalo inson o'laroq shakllantirsak, keyin kasbiy narsalarni ular o'zlari kashf qilib olsa kerak deb o'ylayman. O'zlari kashf qila oladi ham. Hali nimani Henry Fordda bitta gapi bor. Aytgan ekan, men mutaxassislarni ishga olmayman degan ekan. Ularda avvalo qanaqadir insoniylik kam bo'ladi va donolik o'ta kuchli bo'ladi. Donoligi ortidan u yangilik, yangi fikrlarni qabul qilishni u xohlamaydi, o'zi mani o'ylagan narsa to'g'ri deb turib oladi, chunki o'sha cho'qqiga chiqib olgan. Shuning uchun agar men raqiblarimni agar sindirishni xohlasam, ularga mutaxassislar taklif qilaman degan ekan. Menga oddiy, ya'ni insoniyligi bo'lgan odam kelsa, men o'zim o'qitib, uni tarbiyalab, o'zim xohlayotgan nimalar yo'lida fikrlashib ketaman degan ekan. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, avvalo inson o'laroq shakllantirar ekanmiz, oilada ham, maktabda ham, balki mana shu o'quv markazlarida ham mana shu narsaga alohida e'tibor qaratilishi kerakmi? Bunda hali inson sifati nima desa, yaratuvchan bo'lsin, yaratuvchanlik bo'lsin, keyin empatiya bo'lsin. Bu yo'q bo'lib ketayotgan narsa. Qarshisidagi insonga nisbatan empatiya deymiz. Empatiya bo'lsin, uni inson o'laroq hissiyotini tushunadigan inson bo'lsin, qarshisidagi inson va tanqidiy fikrlash bo'lsin. Mana shular bu asosiy insoniy sifatlar bo'ladigan bo'lsa, bularga ega bo'lgan inson o'ylaymanki, kasbdagi narsalarni sekin misol uchun o'zi o'rganib keta oladi deb o'ylayman. Men avvalo shu narsani hozir men hayolimdan o'tgan narsa shu, ya'ni asosiy inson sifatlarini shakllantirish kerak kelajakka tayyorlayotgan bolalarimizda. Shu insoniylik deganingizda bitta narsa hayolimga keladi, ya'ni har bir inson o'zi individual va har birimizni o'sha qo'l отпечатка пальцев deyiladi, shu narsa har xil bo'lgani kabi har bir insonning o'zini maqsadi, o'zini baxtli qiladigan narsalari, o'zini tushunchalari har xil bo'ladi. Faqatgina tashqi muhit tufayli, insonlarning ta'siri tufayli, omillar tufayli bu narsani birlashtirib borish bo'lib ketyapti deb o'ylayman. Yaqinda mana bitta o'quvchim Yaponiyada ishlayaptilar. Hozir bitirib o'sha yerda o'sha kishi bilan suhbatlashib qoldik. Juda ham qiziq suhbat bo'ldi. Shu kishi aytayaptilarki, nima uchun Yaponiyada bilamiz, endi suicide, ya'ni odam o'zini o'zi o'ldirish juda ham yuqori. Nima uchun bunchalik ko'p odam o'ldiradi desam, chunki ularda asosiy ishni yo'qotib qo'ysa keyin ish topolmaydimi desam, yo'q. Nabarot, ish job market juda ham zo'r rivojlangan. Ishingizni yo'qotsangiz bugun topasiz, universitet bitirsangiz, kechki payt уже ishlaysiz, ish topish muammo emas, lekin hayotdan maqsad ishlab qolish bo'lib qolyapti. Ertalabdan kechgacha ishda, kechqurun ham ishda. Nimaga? Chunki uyga borgandan keyingi maqsadi yo'q. O'zini shakllantirmaganligi uchun deb o'ylayman. Hayotdan maqsad faqatgina shu ish, uy bo'lib qolgan. O'shaning uchun ham aynan juda ajoyib o'sha statistikalarda yoki yaponiyaliklar haqida ko'radigan bo'lsangiz, podrяд ko'p ma'lumotlar shu narsaga olib keladiki, odamlar o'zini o'zi o'ltiryapti, lekin o'ltirgan odamlarni qaraydigan bo'lsangiz, zo'r ishda ishlaydi, mashinasi bor, uyi bor, oilasi bor, kamchiligi yo'q. Nimaga o'ltiryapti unda? Kamchilik bo'lsa odam qiynalgandan o'ldirish kerak-ku. Yo'q, aslida urush paytida ham, oldingi davrlarda ham o'lim bo'lmagan, o'zini o'zi odam o'ltirmagan. Chunki biz o'zi qiyinchilik uchun yaratilganmiz, qiyinchiliklarni yengish uchun. Hamma yo'g'i yengil bo'lib ketib, maqsadimiz o'zimizni maqsad nimaligini yo'qotib qo'ysak, o'zligimizni yo'qotib qo'ysak, o'shanda keyin odam bir hali nima deydi, red race'ga o'xshab yoki bir kalamushga o'xshab bitta narsada yugurib yuraversa, keyin o'zi nima maxtiyor qiladi, nima muhimligini bilmay qolsa, o'shanda keyin
hamma qilayotgan ish bilan mashg'ul bo'lib keyin bir nuqtaga yetib qolganda u bitta bahonacha bo'ladi, ishdan haydalish yoki ish to'xtab o'shanda keyin voy nima qildim deb panikaga tushib qolish. U aslida ish yo'qotish emas yoki bitta qiyinchilik emas, kichkinagina qiyinchilik. Asosiysi bitta odam o'zligini topolmay qolish deb o'ylayman. To'g'ri, hozir Shohruxbekni fikrlariga qo'shimcha qilmoqchi edim. Haqiqatda hozir biz farzandlarimiz kelajakka tayyorlayapmiz. Biz deganda biz ta'limda ishlayotgan ustozlar, ota-onalar va jamiyat va atrof muhit. Birinchi shuni yaxshilab muhokama qilish kerak bo'ladi agar, chunki biz maktabda o'qituvchilar bilan ishlayapmiz, mana biz o'zi oilada farzandlarimiz bor, mahallamizda ko'ramiz, qarindoshlarimiz farzandlari bor. Hozir aytib o'tganingizdek, ko'rsangiz, hozirgi bolalarga to'g'risi ozgina rahmim keladi. Informatsiya juda ham ko'p. Ular ingliz tili o'rganishi kerak, informatika, IT o'rganishi kerak. Ularni biz akademik tomondan o'ta ko'p mas'uliyatni yelkalariga yuklaganmiz. Oldin bolalar o'ynardi, daraxtlarga chiqishardi, cho'mishardi, o'sha nature bilan tanishardi-da. Oyog'i shilinardi, soyilada yurishardi, non oqizib yeyishardi. Hozirgi bolalarda akademik pressure katta va biz ulardan talab qilayotgan narsani ba'zida tushunib, ba'zida tushunmasdan xuddi qilishim kerak, mani motivatsiyam hali sertifikat yo'q, mana sertifikat, shuni olsammanda yaxshi job market opportunity bo'ladi va imkoniyatim bo'ladi degan narsa bilan oldinlab ketyapti. Mana ko'rasiz, rezultatlar juda ham yaxshi, o'quvchilar rezultati. Lekin siz aytib o'tgandek, insondagi o'sha yumshoq ko'nikmalar, soft skilllar ozgina oqsoqlanayotgandek bolalarda ayniqsa, chunki mana hozir Yaponiyada yana bir misol, yaqinda o'qigan statistika bo'yicha Yaponiyada eng birinchi o'rgatiladigan narsalar ularni etika qoidalari. Masalan, salomlash. Yaponiyada salomlash hammalari bir xil qonun qoidalarigacha salomlashadi. Biz qanday salomlashamiz? Biz xohlasak qo'l berib, xohlasak bosh urishtirib, xohlasak qo'limiz ko'ksimizda. Shunga o'xshagan qat'iy etika qoidalarini birinchi sinfdan boshlab o'rgatishadi. Masalan, ular yoki yaqinda Oxford University'ni bitta research o'tkazishgan va o'sha research bo'yicha bolalarni nima baxtli qiladi 4-sinfgacha ta'limda desa, after class activity'lar, to'garaklar. Ular to'garaklarda maktabdan keyin ular uylariga yugurib shoshilmaydi-da. Darsdan keyin qolib, xohlovchilar bog'dorchilik ishlar. Xohlovchilar wooden, masalan, yog'ochdan narsalar yasaydigan to'garak. Xohlaganlar drama qilib, rol o'ynaydigan. Shunaqalar bilan bolalar band va u jarayonda o'sha hali biz aytgan FOSI, ta'limda hozir juda katta rol o'ynayotgan 4K deyiladi. Communicative learning, cooperative learning, creative thinking, collaboration, mana shularning hammasi sodir bo'ladi. Va natijada bola bu yoqda akademik darslar abidgacha, undan keyin bola jamiyatda survive, omon qolish uchun urinadi. Masalan, 2020-yilda Fulbright programdan Kaliforniya shtatida Las Plumas High Schoolga field visit bordi. O'qituvchilarni olib boradi. O'sha joyda meni juda ham hayron qoldirgan narsa, bolalar o'sha maktabdan keyin o'zlarini maktab orqa tomonida hovli bor va u yerda o'quvchilar darsdan keyin shunaqa mashg'ulotlar bilan shug'ullanishadi. Kimlardir jo'jachalar boqar ekan, gul o'stirar ekan, kimlardir shunaqa chiroyli rasmlar, yog'ochdan nimalar, kichkina idishlar yasar ekan, korobka, bokslar yasar ekan va ularni qanchadir miqdorda reklama qilib, bolalarni kelajakda biznesga ham tayyorlayotgan. Men e'tibor qilishni xohlardim. Ta'limda, ayniqsa boshlang'ich ta'limda bolalarimiz o'sha Shohruxbek aytgandek robot bo'lib qolmasliklari uchun kelajakda har xil vaziyatdan chiqib keta olishligi uchun faqat akademik mavzuli fanlar emas, masalan gardening fani yoki gardening bo'yicha alohida, shu yaqinda gardening haqida juda zo'r maqola qo'limga tushib qoldi. Bog'dorchilik haqidagi fan qo'shilsa yoki alohida bir, masalan bizda tarbiya fanlari bor, lekin alohida bir soft skilllar, yumshoq ko'nikmalarni rivojlantiradigan fanlar bolalarda tanqidiy fikrlashga, muammolarga yechim topishga, ota-onasiz, o'rtoqlarsiz muammolarga yechim topishga, inson sifatida shakllantirishga juda ham yordam bergan bo'lardi. Va bolalar alohida qilish kerak deb o'ylaysizmi? Menimcha birdaniga qila olmaymiz alohida, lekin masalan bitta matematika, masalan jiddiy fanlarimiz, core subjektlarimizga hech bo'lmasa haftada 2 ta qandaydir shunaqa soft skilllarni rivojlantiradigan fanlarni qo'shish kerak. Masalan, hozir savol bersam, ota-ona sifatida qaysi to'garakka bolangizni berasiz desam, ota-ona ingliz tiliga beradi,
o'sha universitet uchun kerak deb beradida. Masalan, rassomchilikka, pianinoga unaqalarga beradigan ota-onalar kamdan kam. Bola juda qiziqsa, aytadi, "Yo'q" deydi. Bo'lmaydi. Men uni vaqting ketadi deydi-da. Masalan, u creativityni o'rgatadi. Masalan, yaratuvchilik hissini shakllantiradi. Ayrim bolalarda juda kuchli, bunday kuzatsangiz bola rasmladi, ko'zlar chizib o'tiradi. Ayrim bolalar darsda kuzatsangiz, shu bolada dizayning qobiliyati bor, zo'r deysizda. Bu ham o'qituvchining mahorati, ba'zida bunday ko'rib bolani yo'naltirish. Lekin men xohlardim bolalarni kelajakka tayyorlashda o'sha har tomonlama mukammal qilib tayyorlash uchun maktab, ota-ona, jamiyat, endi o'rtoqlarni biz ba'zida kontrol qila olamiz, ba'zida yo'q. Shu uchta tomon birlashib turib, akademik va ijtimoiy masalalarni, bola o'rganish kerak masalalarni balansda ushlash kerak. O'shanda bola yaxshiroq rivojlanadi va uni ham tarbiyasiga, ham jamiyatda keyinchalik faoliyatiga, inson sifatida shakllanishiga ham juda muhim deb hisoblayman. Katta to'g'ri aytyapsiz. Men bitta qo'shimcha qilmoqchi bo'lgan narsa, mana aytyapsiz, to'garakda o'zi kashf qiladi, ya'ni yaratuvchan bo'ladi, ya'ni kreativ bo'lishni o'sha boshlaydi-da bola shunaqa jarayonda. Aytaman, mana yo'naltirish kerak o'qituvchi sifatida, ko'rib turib bolani qanaqa qiziqish borligini yo'naltirishimiz kerak deyapmiz va bunda ota-onaning roli ham katta-da. Menimcha dastlabki yo'naltiruvchi ota-ona. Chunki yoshligida men farzandimga e'tibor beraman, nima o'ynayapti. O'ynayotgan narsasiga potensial foizi balandda, uni signali ko'proq yonadi o'shanga. O'shanga qarab turib ko'proq, misol vaqtini kerak bo'lsa o'zim birga qo'shilib olib, Lego o'ynayman. Nimaga? Balki o'shanaqa konstruktor bo'lib ketar, balki bilmaysiz-da. Ota-ona shunga vaqt qilish kerak. Yo'naltiruvchi bo'lishimiz kerak, lekin qay darajada yo'naltiruvchi bo'lyapmiz desa, menimcha ikkiga bo'laman. Yo befarq yo'naltiruvchilar, yo umuman befarq, yo o'ta ahamiyatli. O'ta darajada ahamiyatli. Balans yo'qda. O'ta ahamiyatli deganingizda nima? O'ta ahamiyatli deganda nimani nazarda tutaman desa, ota-ona sifatida yoki o'qituvchi sifatida haddan tashqari bolani tepasida zontik bo'lib oladi-da. Qanaqasi shuni o'qishing kerak, mana shundan foyda, sen ingliz tilini o'qishing kerak, sen mana bu sohani o'qishing kerak, o'qiyapsanmi, mana uncha soat har kirganali mikro nazorat qilib kirib, qilyaptimi, qilmayaptimi deb aralashaverasizda. Yelkasini tepasida turib olasiz, qo'pol qilib aytganda-da. U bola ham nima qiladi, cho'chiydi, nimaga tushadi, panikaga tushishni boshlaydi. Haddan tashqari mikro nazorat qilib olishlik. Va misol uchun ota-onalar bormi shunaqasi, bilaman-da, bilganim uchun aytyapman. O'ta nazorat nimada, ahamiyatni o'ta kuchli berib yuboradi va bola ota-onaning nimasini yashaydi, hayotini yashaydi. O'ziga qo'yib bermaydi. Maktabda ham misol zo'r maktabda o'qisin, balki u maktab u bolaga bera oladigan narsasi yo'qdir. Zo'r sinfga tushsin, zo'r baho olsin. Misol maqsad o'zi shuna bo'lib qolyapti. O'shuna bo'lyapti-da. Loyihada qatnashma, loyiha tashkil qil. U balki qatnashuvchidir u yerda. Balki o'zi yarata olmas u narsani. U soxtalik emasmi? Misol uchun-da. Va xuddi shunaqada har kuni telefon qiladi, nima bo'lyapti, qana bo'lyapti, darsing qanaqa ketyapti, bolani o'z holiga qo'pol qilayotganda qo'ymaydi-da va uyga borganda ham o'zi yakshanba bir kun borsa, atta beriladigan savol ham, darsing qanaqa ketyapti. Voy, baraka topgil, o'zi bir kunga keldi. So'ramang shu darsini. Maza qilib dam olasiz. Undan ko'ra keldi, keldingmi? Zo'r. Davay bugun bitta joyga boramiz. Boring. Misol muvaffaqiyatli odamlarning tarixini o'qib chiqib degan bo'lsangiz, avtobiografiyalarda. Ular nimaga muvaffaqiyatli desangiz, ko'p, ya'ni ularning ota-onasi vaqtini, ya'ni ijtimoiy mavzulardagi suhbatlarga bag'ishlashganda, akademik mavzuda gaplashmagan ular bilan, dars birga o'tirib dars qilmagan ular bilan. To'g'ri, dars qilsa ham foydali bo'lar qaysidir bolaga, lekin aksariyat muvaffaqiyatli odamlarda hayotiy masalalarni gaplashadi, olib chiqadi, tabiatga olib chiqadi, yurdik, ko'ramiz, mana bu daraxt tushuntiradi uni, mana bu baliq, marta baliq tutishadi, bular o'shana suhbatlarni ko'p qiladi. Nimaga odamlar baliq tutadi, nimaga odamlar marta bog'dorchilik qiladi. Ya'ni ijtimoiy suhbatni qilsa, bola o'zi sekin fikrlab, mazzada u damda bolaga. Tahlil bo'ladi. Keyin o'zi ham tushunib oladi, nimaga qiziqishini, bolani kashf qilish kerak. Ba'zida juda ko'p o'quvchilarim kelib, ustoz, men mana universitetga topshiradigan o'sha yillarda, chunki bizni o'quv markaziga aynan oxirrog'ida olib kelishadi. Afsuski, tezda IELTS olsin.
kelib keyin qaysi yo'nalishga topshirishni bilmayman. Bilmaydida, chunki siz aytmoqchi ota-ona bilan ham yoshligidan ham o'ziga quloq solishni o'rganmagan, o'zligini anglashni. Ya'ni ota-ona buni o'qiysan, mana yerga borasan, darsingni qil, uyda bunaqa ishni qil. Hamma yo'q o'sha nazoratda pressure bilan ketganligi uchun bola asha qolipga tushishni o'rgangan. Endi o'ziligini anglash uchun birinchidan sharoit berilmagan, ikkinchidan o'ziga savol berishni o'rganmagan. Shuning uchun o'zi men nimani xohlayapman bilmaydi. Nima mendan so'rashyapti. Xuddi men uni biladigandek. Ustoz men qaysi universitetga topshiray, qaysi yo'nalishda o'qiy. Endi ustoz siz-ku bilasiz, juda ko'p o'quvchilar so'raydi buni. Bitta, ikkita, 10 ta emas, yuzlab o'quvchilar so'raydi. Men u insonni ichidagi narsalarni, xohishlarini bilmayman, o'zi bilmagani kabi. Ota-onasi ham bilmaydi. Faqatgina unga sharoit yaratib beramiz. Uni o'sha kichkina yutuqlarini yoki qiziqishlarini kashf qilish uchun har xil sharoitlarga, o'sha siz aytmoqchi, har xil tadbirlarda, har xil holatlarda kuzatishimiz mumkin va keyin sekin-sekin o'sha tarafga yo'naltirib qo'ysak, o'ziligini topib olish kerak. Kechagina misol uchun hozir boshqaruvchi treningga boryapman. Bitta o'sha yerga keladigan qatnashuvchi farzandini olib kelibdi. Men ko'rib havas qildim. Olib keldim dedi, aka, umuman hijolat bo'lmaydi. To'g'ri ish qilibsiz dedim. Bolani ilm davrasiga olib borish kerak. U ko'rsin, u nima qilyapti, dadani o'rganayotganini ko'rsin. Haligacha shu yoshda ham. O'zi keyin topib oladi, o'zi topadigan narsasini, nima qilish kerakligini o'zi har holda anglab oladi-da. Bunda endi qarshi fikrlar kelishi mumkinki, biz nazorat qilmaydigan bo'lsak, bola izdan chiqib ketib qoladi-yu, deydi. Bola o'zi qatdan biladi nima qilishligini, deydi. Yo'q. Tavsiya bilan ortiqcha nazorat farqi bor-da. Bolaga maslahat, tavsiya u boshqa. Mana bunaqa qilsang bunaqa bo'ladi. Xuddi mana ilm davrasiga olib borganimizda yoshlikdan bolani har xil ijtimoiy hayotni barcha jabhalariga olib borib suhbatlashib, mana u kasb egalari bunaqa deb tushuntirib, yoshlikdan ota-ona yordamlashsa, har holda o'quvchi 10-sinfda kelib olib, men qaysi sohani tanlay demaydi-da. Bo'lyapti, ikki xil toifa o'quvchilar paydo bo'lib qolyapti buni ortidan. Bittasi umuman bilmaydi qaysi sohani tanlashligini. Bittasi o'zini tushunib yetishligiga ota-ona tomonidan kech vaqt berilgan, endi nima bosimda qolyapti desa, endi tanlay olyapti kasbini, endi bu yog'i kech. Qanaqa? Endi kech deb ota-onalar nazdida kech. O'zi asli kech emas. Ya'ni ota-ona 11-sinfni bitirishga kirish kerak deydi endi. Ha, shu sohani tanladi, endi 11-sinfni bitirib kirish kerak. Ha, shuni boshda boshlash kerak edi-da. Boshda 5-sinfdan boshlash kerak edi. 10-sinfda mana bolani o'ziga qo'yib beribsiz, tanlagan sohasini endi 11-sinf, ya'ni 10-sinfda tanlayotgan bo'lsa, 11-sinfni bitirishga endi kirish kerak universitetga degan narsa u endi qo'yib bering endi ozgina. Mani farzandim mani kasb egasi bo'lsin degan armonlarini farzandda ko'rishni xohlash eng katta muammolardan bittasi. To'g'ri aytasiz. Biz o'zi shunaqa hayotda yashayapmiz. Biz ota-onamiz nimani xohlagan bo'lsa, o'sha narsani hayotda bizda ko'rishni xohlab, bizni o'shanaqa qilib tarbiyalashyapti. Biz esa bolalarimizni o'zimiz xohlagan hayotda tarbiyalayapmiz. O'zimiz bolalarni tep qo'yib bermayapmiz. O'zini hayotida yashashiga yo'q. Har bitta o'quvchi o'zi bilan bitta qobiliyat, potensial baland bo'lgan qobiliyat va energiya olib keladi. Shunga qarab yo'nalishiga biz hali bu bilan bolani o'z holiga tashab qo'ying deyapsiz. Yo'q, o'z holiga tashlang, faqat sog'lom muhitda. Sog'lom muhitga bundoq qo'yib bersangiz, misol uchun guldan gapda, rock muziqani oldiga qo'yib qo'ysa qurib qoladi gul. Klassik muzikani oldiga qo'ysa gul yashnagan. Misol uchun bu tadqiqot natijasi. Ya'ni muhitni zo'r qilib beringda, keyin unga bir quloch yoyishga zamin yaratib bering. Kesmang uni. Hali men o'zim o'simlikka qiziqaman. Bonsai san'ati bor yaponcha. Uyda har xil o'simligim bor. Men unga sim o'rayman, chapga bukaman, o'ngga bukaman, shoxini kesaman. Chiroyli san'at paydo bo'ladi. Lekin bola bonsai emasda. Uni siz ushlab olib, chapga yurasan, o'ngga yurasan, mana uni qilasan, buni qilasan, u sinadi u. U bola yovvoyi gul. U quloch yoyish kerak, o'sish kerak. Faqat muhitni sog'lom qilib beringda, maslahat bering, tavsiya qiling, suhbatlashing, qo'yib bering o'ziga zo'r. Hali nimanidir topadi o'zi uchun keyin. Shunaqa deb o'ylayman. O'sha hozirgi ota-onalar nazorat haqida gapirdingizku, o'shanga bitta masala. Masalan, Angliyada universitet, yaxshi universitetlar, professorlar o'sha o'zi ishlayotgan universitetning atrofidagi communitylarga juma kunlari public joylarda, halllarda nimalar, shunaqa suhbatlar qilishadi. Bir kun o'sha suhbatda qatnashdimda, farzandni o'sha nazorat haqida kuchli muhokama ketdi. Kamera qo'yish kerak, telefonlarni tekshirish kerak degan masalalar ko'tarildi-da. Keyin hali professor aytibdi,
professor endi judayam ekspert tajribalida, u juda ko'p yillik child behavior bo'yicha yaxshi nimalari bor, ilmiy ishlari bor. Bolaga yoshligida aytyapti, vijdonli bo'lishni, o'zi bilan fair bo'lishni va boshqalar bilan adolatli bo'lishni, boshqalar bilan adolatli bo'lishni aytyapti, good citizen deydi. Endi ular yaxshi fuqaro bo'lishni aytib qo'y, o'rgatib qo'y, bo'ldi, nazorat o'zi bilan. Ya'ni yolg'on gapirmaslik kerak. Yolg'on gapirsa mana bunaqa bo'ladi, uyat bo'ladi yoki yolg'on gapirgan holatda odam uyalib qoladi yoki bunaqa vaziyatlarda sen shuni ish tutishing kerak degan, xolos vijdonini o'ziga nazoratchi qilib qo'y degan masalani ko'tardida. Endi bu yerda o'tirgan juda ko'p tinglovchilarni ko'pi ilmiy odamlar, oddiy aholi ham bor, lekin ularning ichida haqiqatda degan nima bo'ldi. Masalan, o'sha jamiyatlarda ham borib qarasangiz, bolalarni masalan ko'cha-ko'yda yurishlari juda, masalan, solishtirganda O'zbekistonda bizda juda bolalarimiz esli, odobli, oldidan keyin ko'chaga chiqishmaydi. Masalan, o'sha yerda yurib ko'p o'tardimda, hozir mana qizim yoki o'g'lim uyda darslarni qilib yotishibdi, o'tirishibdi. Yaxshi. Yana bitta narsa, siz o'sha aytib o'tdilaring, universitet masalasi haqida. Men juda ko'p qiynaydigan narsa, nimagadir uni 11-sinfda bitirdim, albatta universitetga kirish kerak. Bu birinchi. Kirmasa sharmandalik. Universitetda o'qish shart bo'lib qolgan. O'zi bunday qaraganingizda-chi, atrofda kasbni yoki bir qaysidir, men juda ham hurmat qilaman har bir kasb egalarini. Faqat taksi qilayotganlarda ham diplomi bor. Hammani diplomi bor. Nimaga shunga e'tibor bermayapmiz? Diplom muhim emasligini kerak o'rganish payti kelmadimi? Ya'ni bo'ldi endi diplom uchun universitetga kirgizishdi, bolamizni bo'l universitetga kirmasang u bo'ladi deb. Esimda masalan bizda qanaqa yig'lanar edi universitetga kirmaslik va qanaqa katta muammo bo'lar edi universitetga tayyorlanmaslik yo boshqa narsalar. Bo'ldi endi vaqti emasmi universitetga kirish muhim emasligini tushunib yetish. Asosiy meni qiynaydigan narsa o'quvchilar, ota-onalar, jamiyatimiz o'rganinglar degim keladi. Universitetni bitirgandan keyin bir parcha qog'oz oladi, xolos o'quvchi. To'g'ri, o'sha ko'nikmalar paydo bo'ladi, o'sha soft skilllar. Kimlar bilandir chiqishish, kimlar qaysidir vaziyatda o'zingizni o'tqizish, odamlarning ichida o'z fikringizni bildirish, yutib chiqish, boshqa narsalarni kashf qilasiz-ku. Lekin o'sha davrda boshqa sharoitda ham qilsa bo'ladi o'sha ishlarni. Eng asosiysi universitetda o'qish qanchalik muhim deb o'ylaysizlar? Yo men bir belay varona deydi-yu, o'shaqa alohida odam bo'lib qoldimmi deb qo'rqib ketaman go'hida. Qanchalik muhim desa, endi ali tamoman muhim emas ham deya olmaymiz. O'ta muhim ham deya olmaymiz, o'rtada. O'zi, ya'ni yoshligidan bir sohasini tanlab, men mana shu universitetda o'qiyman degan bo'lsa bola yaxshi, lekin shunda ham mana shu universitetda o'qiyman bilan tugamasligi kerak-da, nuqta, B nuqta. Chunki deb 3 nuqta davom etib ketish kerak. Chunki, universitet, chunki degan joyda ko'ngil sal xotirjam bo'ladi. Ashti o'qib olsam bo'ldi emas ekan demak. O'qigandan keyin nimanidir mo'ljal qilyapti shu universitet bilan bog'liq degan narsa davom etish kerak deb o'ylayman. Endi shunda misol yaxshi universitetlar ko'p dunyoda misol va ular bergan balki bilimni xususiy nimalar tadbirkorlar tomonidan yoki bir treninglardan balkim topib bo'lmas haqiqatdan ham. O'sha universitetda o'qish kerakdir shuning uchun. Lekin bu hamma uchun majbur degan narsa emas. Hamma o'qish kerak degan narsa emas. Hozir aytganingizdek universitetsiz ham nafaqat bu haligi ma'lumot kerak bo'lmagan sohalar, balki ma'lumot zarur bo'lgan sohalarda ham biz hozir mana jamiyatda tashkil qilgan kurslar bor bu borada. Shular orqali ham o'rganib ketsa bo'ladi. Masalan, universitetdan drop out qilgan nechta muvaffaqiyatli odamlarni bilamiz. Misol uchun jamiyatda ilg'or bo'lib ketdi ular. Xuddi shu narsada va haligi o'ta ahamiyatli ota-onalar yopishib olmaslik kerak shunga. Universitet bo'lmasa bo'lmaydi, sen kirishing kerak. Bo'larkanmi? Hayotda ko'rdingmi shunaqasi? Men ham ko'rdim. Bola tushunib turibdi-da, eng qizig'i, ota-ona tushunmayapti. Bola tushunib turibdi, men bu universitet bo'lsa o'qimay qo'yaveraman bu universitet bo'lmasa desa, lekin ota-ona xuddi o'sha ijtimoiy bosimdan kelib chiqib turib, universitetga hozir kirmasa men nima deyman ko'cha-ko'yda odamlarni oldida odamlar nima deydi bo'lyapti-da yana. Uni kimdir o'zgartirib bermasa, siz o'sha hech kim o'zidan o'zi qo'yib bir narsa yangi nima sharoit paydo bo'lib qolmaydi degan narsa. Universitet mana misol universitetda ham o'qidi deylik, nima uchun o'qiydi desa, ertaga ish topadi deymizda. Xo'p, ertaga ish topishligi uchun universitet nima beradi desa, beradigan bilimini kursdan olib olsa bo'ladi asli. Lekin universitetda networking,
ha hali ko'pchilik bilan bundoq tanishib bunday hayotda nimani o'rganadi. Lekin ko'rib kelyapmiz universitetdan tashqari nimada ham qilsa bo'lar ekan bu narsalarni. Shu o'rinda xo'p ish topishligi uchun bilim muhim ekan, bilimni kursdan ham olsa bo'lar ekan, bilimdan ham muhimroq narsa bo'ladimi desa bo'lar ekan. Man misol uchun ko'nikmalar qanaqa desa, mana yana aytaman, hozir boshqaruvchi kursga boryapmiz. Bizni maktabimiz asoschilari hozir bizga asoschilaridan biri dars o'tib berishyapti-da. Men bitta narsani tushundim o'shanda. Biz kimni ishga qabul qilamiz deyapti. Bitta kompaniya asoschisi men kimni ishga qabul qilaman desa, diplomi bor degan narsa umuman yo'qda kategoriyada. Yo'qda o'sha. Xususiy bunaqa tashkilotlar, kompaniyalar tashkil topib boryapti ekan, bolaga bilim kerak, diplom emas, ko'nikma kerak. Lekin o'sha joyda ham bilimi degan joyi yo'q edi. Eng muhim narsasi nima edi desa, 3 ta sifat berilyapti. Huggable. Gaplashganingizni baringizga bossangiz keladigan odam bo'ladi-yu. U siz bilan shu yonma-yon ketadi-da, ketdik deydi, qaqa bo'lsa ham. Ikkinchisi samimiy. Samimiy yani. Ochiq insonda siz maza qilasiz u bilan. Ikkinchisi teachable. O'rganishga ishtiyoqi bo'lsin, bo'ldi siz o'rgatib olasiz. Uchinchisi chempion bo'lsin. Deyilyapti buni. Chempion nima desa, nimanidir qoyil qilgan bo'lsin, shart emas, u aynan shu topshirayotgan kasbida bo'lishi. Farqi yo'q. Hayotda nimanidir bundoq eshitib zo'r qilgan ekansiz dedingizmi? Nima qilgani, nima qilishiga ishora. Yana boshqa narsalarda o'zini chempionligini ko'rsata oladi u. Mana shu o'rinda universitetda o'qimagan bo'lishi ham mumkin. Bilaman, bir nechta katta kompaniyalarda universitetda o'qimagan, diplomi yo'q, lekin katta oylikda ishlayotgan zo'r insonlar bor. Misol. To'g'ri aytasiz. Mana aynan masalan shu masala ham ko'p qiynaydi meni. O'quvchilarda o'qituvchilarda kim kadrda birorta ishchi olayotganimizda asosiy e'tibor beradigan narsam hech qachon voy diplomingiz bormi, universitetni bitirganmiz degan savolni bermaganman, qiziqmaganman. Qaysidir ma'noda rezyumega yoziladi, birinchi tepaga yoziladigan narsa shu-ku, lekin bu narsa menimcha umuman kerak bo'lmagan narsa. Ko'pchilik aytadi, universitetga kirmaganman-da, o'qimaganman-da yoki universitetda bor, mana monoidlarda o'qigan, zo'r baholarga o'qigan. Buni ahamiyati yo'q. Agar u zo'r kadr bo'la olmasa, jonini berib ishlashga tayyor bo'lmasa, maza qilib ishlashni bilmasa, uni diplomini nima keragi bor? Universitetda u o'rgatiladi deb o'ylamayman. Bu insonda paydo bo'ladigan ko'nikma, bu tashqi muhitdan o'zidan chiqib keladigan g'ayrat, energiya, motivatsiya shularni shakllan. Hozir shunga o'quvchilar ko'p so'raydi-ku. Masalan, diplom masalasida aytaman, tasavvur qil, bu success bu eshik bo'lsa, diplom o'sha one of the key. Shularga o'sha eshikka tushadigan bitta kaltlardan bittasi, lekin bu degani u eshikni ochilasan degani emas. O'sha siz aytgan narsalar hammasini jamlaydigan bo'lsak, masalan, o'zi qualification deyiladi-ku, bilimni o'sha diplom xuddiki isbotlab beruvchi bir qog'oz xolos. Agar u bolani o'sha bitiruvchini olgan bilimlarini, qobiliyatini, balki tajribasizdir hali, lekin ko'nikmalarini qualify qila olmas ekan, demak o'sha aytmoqchi, u faqat qog'oz. Demak, u o'sha kasbni, shuncha aytaman, sen o'zingni 5 yildan keyin ko'pincha 9-sinflar bilan hali o'ylanib turadi-yu, qaysi kasbni egallay, nima. O'zingni qaysi kasbda ko'rasan? Qaysi nimani bitirib turib o'sha yerda bemalol ishlay olaman va o'sha ishlagan joydan zavq olishga aqling yetadi, o'sha sohani tanlaganing ma'qul. Va unda davlat senga sarflagan energiyasi yoki fundingi, puli, o'shalar ota-onaning shuncha harakatlari besamar ketmaydi. Yo'q, men diplomli bo'lib qo'yishim kerak degan masalada o'qiyotgan bo'lsang, vaqtingni behuda sarflaganing qoladi deb aytaman. O'sha aytyapman, hali bizda qog'oz gapiradi degan masala bor. Ayrim joylarda endi buni ham tan olish kerak. Tashkilotlarda qayerda diplomi, nimaga degan masala turadi. Bu CVni boshida turadigan bittalik elementlardan bittasi, lekin ras qog'oz gapirar ekan, shu qog'ozni gapiradigan darajada ilmga ega bo'lish kerak. Tajribasiz odamni ayblashimiz noto'g'ri, lekin o'sha diplomi bor-ku, lekin o'sha diplomga yarasha bilimi bo'lmaydigan bo'lsa, demak o'sha qualify qilmayapti o'sha diplom. O'sha kadr masalasida to'g'ri aytdingiz. U qog'ozdan ko'ra uni bilimi, qay darajada o'sha ishni uddalashi, eplashi ishga oluvchiga juda muhim. Mana masalan, ishga olish jarayonida ustozlar bilan gaplashsangiz, inson sifatida u o'quvchini o'ziga torta oladimi? yoki o'zini rol model sifatida tutaladimi o'quvchi? Unga o'quvchini ishontira oladimi bilimiga? Bilimi o'ta kuchli bo'lmasligi mumkin. Masalan,
teaching ham bu butun umr davomida o'rganilib o'z ustida ishlanadigan nima jarayonku va asosiy shu 3-4 xususiyati bor bo'lsa u ustozni yaxshi qilib shakllantirsa bo'ladi tajribalar orqali. Shuning uchun ham aytamanki, diplom uchun harakat qilish emas, balki o'sha diplom uchun bilim bilan urinib va o'sha diplomga loyiq bo'lib ishlash va jamiyatdagi o'rnini topish. Chunki hozir masalan aytmoqchisiz, treninglar, kurslar juda ham ko'p, onlayn naqalar, workshoplar ko'p. Hozir bir tomoni aytaman, juda ko'pchilik sertifikatlar uchun harakat ko'p qiladida, lekin o'shalarni ham ishlatish, qo'llash, uni foydasini berish atrofga, contribution masalasi, hissa qo'shalamanmi yo'qmi jamiyatga. Chunki bizni o'sha tug'ilganimizdan beri o'ylaylik, masalan tug'ilganimizdan beri bizni davlat qancha hissa qo'shyapti bizga. Bog'chadan boshlab maktabda qancha hissasi bor. Endi buni davlatga qaytarish qaysidir ma'noda kadr sifatida, juda kadr bo'lmagan taqdirda ham yaxshi fuqaro sifatida, yaxshiligi bilan yoki chiroyli nima inson sifatida hissa qo'shishi asosiy nimada ahamiyatli. Pedagog sifatida mana o'tgan o'quv yilida ham masalan o'qituvchilik qilgan bo'lsam, o'quvchilar orasida men mana bu sohaga o'qimoqchiman, mana bu universitetda deganlar ko'p bo'ldi-da. Lekin shu yerda adolatli bo'lishimiz kerak. Vijdonan o'quvchidan o'sha soha egasini biz ko'ra olyapmizmi? Balki o'zi ko'rmayotgan jihatlari bordir, biz ko'rarmiz uni. Shuni aytish kerak. Ha, yo'q. Men aynan shunga sen ketyapsan, men to'g'risan bu narsani ko'rmayapman. Qaragin, men u narsaga ko'proq yonmayapsanmi? Desa shunda o'quvchi ham o'ylab qoladi. Kelajak kasbim mana shu emasmi? To'g'ri, bunga ko'proq yonyapman-ku, kelajak kasbim mana-ku. Ha, u bo'lgani bilan sen o'sha kelajak kasbini chempioni bo'la olmasliging mumkin-ku. Sen oddiy kasb tanlagin, zo'ri bo'lgin. Oddiy kasb bo'lsa ham misol uchun farqi yo'q. Men aytaman, o'qituvchi bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz? Men bog'bon bo'lardim deyman-da. Men yaxshi ko'raman o'simliklarni. Men shanba yakshanba shu bilan o'tadi. Buni uddalashingizni bilasizda. Shunda ha, maza qilishingiz kerak. Men dadam rahmatli bir narsa aytganlar, agar kasb tanlashda menda ham rosa muammo bo'lib, nima qilay deganimda o'tkazib shunday aytdilar. Qizim, kim bo'lishingdan qat'iy nazar san ko'cha supuruvchi bo'lasanmi, bolartadigan bo'lasanmi, oshpaz bo'lasanmi yoki bir bankir bo'lasanmi, o'sha ishda maza qilib qilsang, o'sha kasb tanlagin. Kim bo'lishing menga farqi yo'q. Farqi seni maza qilishingda degandilar. Rostdan ham mana keyinchalik men biznesga o'qidim, ekonomikani o'qidim, buxgalteriyani o'qidim. Ishlab ko'rdim 1 yil va o'shanda kashf qildim. Men butun umr ishlamas ekanman. Chunki men bitirgan diplom, 2 diplom bilan bitirdim. Ikkala yo'nalishda ham men o'zimni topolmadim. Ya'ni har kuni kimdir meni bo'ynimdan sug'urib ishga olib borib kelardi. Angliyada ishlardim, katta kompaniyada ishlardim. O'zim orzu qilgan joyda ishladim. Xohlagan, butun umr orzu qilgan. Lekin o'sha borib har kuni borib kelish, men o'sha kompyuterda oldida o'sha berilayotgan vazifalarni yaxshi bajarar edim. Olqishlarni olganman, lekin o'zim hech ham maza qilmaganman. O'shanda aytganman, voy, dadam shuni aytgan ekanlar. Va keyinchalik o'sha paytda turmush qurgan edim, farzandli bo'lganimda aytaman, xudoga shukr, endi ishlamayman. Ya'ni ishdan chiqib ketganimdan shunaqa xursand bo'lganman. Shunda aytdim, eng katta xato bu kasbni noto'g'ri tanlab olish. Ya'ni Allohga shukr, har narsa behikmat emas ekan. Keyinchalik o'zimni kasbimni topgan taqdirimda ham bu accidental bo'ldi va o'shanda hech ham o'ylamagan kasb bo'ldi. Ya'ni men hech qachon har xil kasbni o'ylaganman, o'qituvchilikda o'ylab ko'rmaganman va o'shanda o'zimni topib shunaqa maza qilib, mana hozir ham ishlayapman deb o'ylamayman. Ishxona, uydan uyga kelaman. Uyga kelib maza qilib oila a'zolarim atrofida, o'sha o'quvchilarim, ustozlarni atrofida maza qilib o'tirib suhbatlashaman, ular bilan bo'lishaman, o'rganaman. Ko'proq o'rganaman deb o'ylayman o'rgatamandan ko'ra. O'sha jarayon aslida meni maza qildirishini tushundim. Va shu narsani muhimligini tushundim. Men o'qituvchilik bo'lib, o'qituvchilikka o'qimaganman. Hayot o'zi o'qitib qo'yar ekan, ko'p narsalarni o'zingiz xohlagan kasbingiz bo'lsa, o'zidan o'zi o'rganib ketaverar ekansiz. Keyinchalik o'qituvchilikka kurslarni, boshqalarni tugatdim, lekin asosiy pog'ona, asosiy cho'qqiga chiqqan paytlarim ustoz sifatida o'zimni kashf qilgan va maza qilib ishlagan paytlarim deb o'ylayman. Tabiiy qonuniyatga zid yurib qo'yamizda ba'zida. Mukofotga qarab mehnat qilamiz. Asli teskari emasmi? Mehnat qilsangiz mukofot kelish kerak emasmi? Ya'ni bu nimaga o'xshatsa bo'ladi desa, kasbni puliga qarab tanlanyapti-da, daromadiga qarab tanlab qo'yyapti. Misol uchun men bunaqa kasb egasi bo'lsam,
yo'q ular kasb egasi bo'lib qolishni xohlamayman deydi, chunki tasavvurida o'sha kasb egalarini ko'rgan. Lekin cho'qqisini ko'rganmi? Savol. Sen shu kasb egasini cho'qqisini ko'rganmisan deb turib, misol uchun bola zo'r do'ppi tikadigan bitta nimaga boradigan bo'lsa, biz tikuvchilik sexiga borsangiz, zo'riga boring, do'ppichi bo'lib ketsangiz keladi. Misol uchun, bog'bonni zo'rini ko'ring, voh deysiz, daromadi hamma yo'g'i ko'rinadi-da, hamma yo'g'i ko'rinadi. Yo sotuvchi yo, ya'ni zo'rini borib ko'rish kerak. Ya'ni o'sha kasbga yonyapsanmi, bo'ldi, zo'r bo'lgin, u nima mukofot o'zi seni izlab topib keladi, faqat mehnatini o'shanga yarasha qilish kerak. Lekin shu yerda bitta narsani aytib o'tgan bo'lardim. Yana bolalarni bolalarni o'zimizni hamda o'tayam hali bo'lga tushirib yubormasligimiz kerak. Ya'ni har narsada chin dildan, sidqidildan mehnat qilish kerak, maza qilib qilish kerak. Zo'ri bo'lish shartmi? Ya'ni siz eng ko'p pul topgan success yoki o'sha muvaffaqiyat deganda nimani tushunamiz? Men yaqinda maqola o'qidim va o'sha menga juda ham bir uyg'otdi deyman, bolalarga ham bergandim. O'zi muvaffaqiyat o'zi nima degani? Muvaffaqiyat o'sha mashinasi bo'lsa, 2 etajli uyi bo'lsa, zo'r kasbi bo'lsa, katta joyda ishlasa, ofislarda o'tirsa, keyin muvaffaqiyat nimagadir tasavvur shunaqa bo'lib qolgan. Va afsuski ko'p mana har doim birinchi o'quvchilarim kelganda savol beraman. Nech pul oylik, zo'r oylik deb o'ylaysan? Qaysi kasb eng zo'r bo'ladi? Kelajakda nima orzuying? Bir xil javobda, deyarli bir xil javob. Katta oylik, bir necha ming dollar bo'lishi kerak, ofisda ishlash kerak, qatligini farqi yo'q va bilmaydi ham hatto. Lekin o'sha 2 etajli uy bo'lishi kerak, mashinasi bo'lishi kerak. Shuni muvaffaqiyat deb ko'ramiz. Aslida hech mashinasi bo'lmasligi mumkin. Umuman uy ham shart emas inson muvaffaqiyatli yoki baxtli bo'lish uchun. Chunki men mana Amerikada, Angliyada yashab shu narsani ko'rdimki, juda ko'pchilik, deyarli hammasi men tanigan insonlarda, yaqindan tanigan insonlarni uyi yo'q, kvartirada turishadi. Uy shartmi? Nima uchun biz uyga shunchalik intilamiz? O'lib ketadigan joni uchun uyni olamiz, mashinani olamiz, bunday qarasak umr tugab qolgan bo'ladi-da, maza qilgani vaqt qolmagan bo'ladi. Umrimizni ashalarda olish uchun shularning orqasidan quvib, shuni qarzini to'lash bilan o'tkazib boryapmiz-da. O'zimizga nima qolyapti? Nima uchun dunyoga keldik? Shularni olish uchunmi? Ertaga o'lib ketganimizda baribir ko'tarib ketolmasligimizni anglamayapmiz. Hali kasb tanlashda misol ko'p hollarda ikkita o'ylanib qoladi. O'quvchilar bilan suhbat qilaman. 4 ta bo'lsa uni kamaytiramiz, 2 donasida o'ylanib qolsa, keyin shunda nima qilay? Endi shunda bitta savol berish kerak o'quvchi o'ziga. Qaysi birida jamiyat uchun, millat uchun ko'p nafim tegadi? Desa, o'sha demay uniki. O'tgan o'quv yilida bir o'quvchimiz prezentatsiya berdida, men deyapti, kasb tanlasam, agar meni jonim uzilsa, o'sha kasb ustida uzilsa, men rozi bo'lamanmi? Desam, demak o'sha meni kasbim bo'ladi deyapti. Ha, desam, demak o'sha meni kasbim bo'ladi deyapti-da. Haqiqatda o'zi har bir kasb bu ibodat. Ibodat darajasiga olib chiqsa bo'ladi. Sidqidildan bajarsa bu ibodat bo'ladi. Ha, ayniqsa misol ta'limda. Va aytayaptiki, ana shuni ustida men jonim uzilsa rozi bo'lsam, demak meni asli kasbim shu bo'lar ekan deb aytdim haqiqatda. Haqiqatdan ham katta ahamiyatga ega emas shu gap. Biz bitta kasb tanlayotganda, ha, millatga, ummatga qaysi birida ko'proq nafim tegadi? Qaysi birida men bu dunyoni tark etish jarayonida xursand bo'lib, ha, deb keta olaman desa, demak, ana shu uni kasbi bo'lar katta ehtimol bilan. O'shalik qaror qabul qilishda to'g'ri, ba'zida studentlarni to'g'ri tushunaman. Masalan, o'sha yoshda o'ylang, doim kimdandir so'ramoqchi bo'lganmiz, qiynalganmiz qaror qabul qilishga qaysidir mavzularda. Shunda men doim aytaman, bitta listga yoz mana shu mavzuni, pluslari va minuslari. Va shunaqa minuslar borki, uddalasa bo'ladi va uni vaqt o'tishi bilan eplasa bo'ladi, plusga aylantirsa bo'ladi. Shularni bitta o'chirib chiq. Ya'ni juda xohlayapti biron narsani, minuslari ko'proq, lekin uni uddalasa bo'ladigan minuslarni ham plus qilishga aqli yetadigan tomon ko'pmi yoki pluslar ko'pmi? Qaysidir tomon pluslari bo'lsa va o'zingning ichki xohishing nima, tanloving nima, shu asosda tanlasang, haqiqatda spiskasini olib kelgan bolalar bor, listini olib kelgan va o'sha bo'yicha qarab chiqqan va o'zi tushungan holatda tanlov qilyapti. Hammasini o'sha siz aytmoqchi, jamiyatga foydasi, ota-onasiga foydasi, eng asosiysi o'zini o'sha yerda zavq olib ishlashi va undan o'zini va jamiyatni manfaatdorligi, shularni hisobiga tanlov qilganlari ham juda ham ko'p. Keyinchalik yaxshi ham shuni qilganman yoki juda to'g'ri tanlov qilganman
degan xulosaga kelganlar ham juda ham ko'p. O'shanda deyman, ota-onani, ustozlarni o'sha biz aytganimizdek ko'pni ko'rgan odamlardan olinadigan maslahatni yo'naltirishda ahamiyati kuchlida. Bolaga baribir kimdir sal ko'rsatish kerak. Hozir gaplashib o'tganimizdek muhim narsalar, ota-onalar haqida gaplashdik, ustozlar sifatida gaplashdik. O'sha dars jarayonimizda o'sha ko'nikmalarni rivojlantirish uchun nimalarni qilishimiz kerak yoki nimalarni qilyapmiz va yana nimalar oldimizda turibdi, shularga yetarlicha e'tibor beryapmizmi va qaysi o'qituvchilar, ya'ni qaysi sohadagi o'qituvchilar qilish kerak-yu, qaysilar qilish shart emas deb o'ylaysizlar? Menimcha men hozir faoliyatim maktabda va til markazida, o'zim shu til markazida IELTSdan asosan IELTS tayyorlov darslarida ko'p men o'quvchilarga aytaman, ana shu IELTSni o'zi, IELTS o'rgangan odamni qanaqadir xarakteri ham o'zgaradi. IELTS odamni o'zgartiradi. Nega? Chunki reading qismini oladigan bo'lsangiz, readingda berilgan o'sha o'qish qismida juda ko'p mavzularda juda ham ko'p yaxshi ma'lumotlar, tiplar, qanaqa qilsa nima bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Umumiy ma'lumotlar juda ham ko'p beriladi va fikrlashga undaydigan mavzular bor. Biz ayrim o'zbek maqolalarining ichidan topolmaydigan mavzular bor. Ular o'quvchilar shuning yechib emas, balki biz odatda muhokamaga tashlaymiz. Masalan, oxirgi o'qigan nimadan, ma'lumotlardan hozirdan aytib o'tgandim. Gardening degan mavzu chiqib qoldi. Shunaqa muhokama qilib ketishdi. Bolalarda gardening desa, nima keladi gardening xayolingga desangiz, opog'im keladi, buvam keladi deydi, rayhonlar keladi, buvamlarning uyi deydi. Bolalarni muhokamaga tortganingiz sari ulardagi yumshoq ko'nikmalardan, ya'ni critical, o'sha tanqidiy fikrlash, think out of box deymiz, boshqalarga o'xshamagan, mana bitta savolni 10 kishidan so'rangda, bir-biriga o'xshamaslikka harakat qilib bir narsalar topib aytadi-da. Keyin ana shu fikrlash jarayonida bitta o'sha reading qismini muhokama qilish jarayonida birinchidan bolalarni muloqotga tortamiz. Shunday o'quvchilar bor, juda uyatchan. Savol bolalarda kuzataman, juda ham uyatchan. O'zi juda odobli, ezgi, bilimli, lekin juda uyatchan. Shularda borib shu tortsangiz, ichidan gapni chiqadi. Muloqotga ko'proq ularni tortish mumkin. Keyin dekruzatib speaking qismiga tayyorlanishda men aytaman, agar bunaqa uyatib kamera oldida gapiradigan bo'lsangiz, speaking zo'r gapirsang ham past olish ehtimoling bor. Chunki natural chiqmay qoladi speaking. Tabiiy chiqmay qoladi. Sen ozgina kulgu qo'sh yuzingga, ishontir meni gapingga. Keyin men seni ekzamenlar sifatida senga baland qo'yishim mumkin. Keyingi safar qarasam, Sardor degan o'quvchim shunaqa harakat qilyapti. Uchta speakingdan keyin uni yuzida mana shu smile'ni ko'rdim. Demak, u shunaqa ko'nikmalar ustida imtihon uchun bo'lsa ham harakat qilyapti. Va keyin o'sha muloqot jarayonida ularda o'rtog'i bilan group worklarga qo'yib qo'ysangiz, ko'proq birga muhokama qiladi. Ayniqsa bitta uyatchak bola bilan bitta sociableroq, ochiqroq bolani qo'yib qo'ysangiz, bir-birini shakllantirib yuboradi ular. Shu yumshoq ko'nikmalarni rivojlantirishda shu soft skilllar, asosiysi communication-ku baribir hozirgi jamiyatda mana ish topishda ham boshqa deyapmiz. Shu men darslarim jarayonida ko'proq bolalarni o'ziga tashlayman. Men o'zim bu yoqda facilitate qilaman. Qani nimani gaplashadi? Keyin orada ozgina bir feedback joyi bo'lsa, borib izoh berishi mumkin, yordam qilishi mumkin, lekin bir-birini ko'proq shape qiladi, ular shakllantiradi. Menimcha darsda shu narsaga ko'proq e'tibor berish kerak. Biz faqat ma'lumotni yetkazib berib ularga tayyorlaymiz emas, biz faqatgina elicit qilamiz, ya'ni tortib olamiz va taklif qilamiz mavzuni, qani boshlanglar, muhokama qilinglar. Bunaqa ya'ni ko'nikmalarni shakllantirishda ota-ona eng dastlabki rol o'ynash kerak va ota-onalarimiz shuni eshitadigan bo'lsa, iltimos qilamanki, ota-onalardan yoshligidan bolani, juda ham yoshligidan, balki 2 yoshli qadam bosishi bilan ular bilan suhbatlashing. Ya'ni ingliz tili ustozimiz aytardi, nima Jonni bir gapi bor edi. Ingliz tili darsida nimaga buni gapirtirmaysiz desa, gapirishni bilmaydi desa, noto'g'ri aytyapsan. Gapirishni bilmaydigan o'quvchi yo'q derdi. Hech yo'qsa hello deyishni biladi. Bo'ldi, tamom, u gapiradi degan yorliq yopishtir unga. U gapiradi derdi. Ya'ni qadam bosishni boshladimi, u eshitadi sizni. Sizni harakatingiz, mimikalaringiz, yurishingiz, gaplaringizdan u xulosa olib hayotni o'zida qurishni boshlaydi ichida. Shuning uchun otami, onami bolani yoshligidan bizga, ya'ni pedagogga olib kelib berishda fundament vazifasini bajarsin. Olib chiqsin. Do'kon bunaqa narsa. O'g'lim, jamiyatda bunaqa ishlar bor. Mana qarang, bu zavod mana bunaqa narsalar ishlab chiqaradi. Aytaversa bola sekin shunga qarab shakllanib boradida va
ota onani yana aytish kerak bo'lgan ikkinchi narsasi mana nimasida ko'nikma yumshoq bunaqa ko'nikmalarni shakllantirishda. Misol uchun mana bu kofe nima ekan bu Cafetello bo'ladigan bo'lsa, bu brendda buni ko'rinishidan tortib ichki mazasigacha buni asoschisi himoya qiladi. To'g'rimi? Chiroyli ko'rinishini istaydi, ta'mi zo'r bo'lishini, xaridori ko'p bo'lishini xohlaydi-da va inson ham shaxsiy brend o'zi uchun. Bu brendda kulishidan tortib, kiyinishidan tortib, so'zi, harakati, yurish, turishi hammasini shakllantirish bu ertaga xaridorgir qiladimi deb hali savdo tili bilan aytadigan bo'lsak. Bu odamni izlaydi odamlar. Bu odam bilan suhbat qilgisi keladi odamlar. Buni har bitta tashagan qadami-yu gapirgan so'zi uni imzosi. O'zidan shaxsiy brendni qanaqa himoya qilyapmiz mana shuni yo boshqa narsani. Buni ham himoya qilish kerak o'g'lim. Buning uchun sizni muloqotingiz bunaqa bo'lishi kerak. Kiyinishingiz bunaqa bo'lishi kerak. Jamiyatga mana bunaqa foyda keltirishni o'ylashingiz kerak degan narsani ota-ona qilib berish kerak. Endi sinfxonaga keladigan bo'lsak, sinfxonada bir mashhur pedagog bor amerikalik Rita Pierson degan zo'r gapi bo'ldi-da. Hamkasbi aytgan ekan unga. Hamkasbi kelib aytibdiki, menga o'quvchilarni yoqtirishim uchun pul to'lashmaydi. Menga darsni o'tishim uchun pul to'lashadi degan ekan. Rita Pierson javob beryapti. Bola yoqtirmagan ustozidan dars olmaydi degan ekan. Ha, bola sizni yoqtirish uchun siz uni yoqtirishingiz kerak. Kerak. Xo'p, endi bolani yoqtirsangiz, gapingiz ham kerak emas-da. Unga sizga qaraydi, bo'ldi. Orqangizdan shunday ulashib oladi, prinsipini shunday ulab oladi, bo'ldi, ketaveradi orqangizdan. O'tgan o'quv yilida bir rus maktabdan o'tgan bir qiz bo'ldi maktabimizda. Endi shu darajada nimada bu o'zbek maktabini qabul qilishligi qiyin bo'lyapti. Hali kitob o'qitsa, men umidim bor, o'zgaradi. Ya'ni o'zim nima qilib aytdim? Zo'r, men kitobni o'qiyapman, nima? Keling, boshlang, davay, bahslashamiz shu kitob bo'yicha, nima ketamiz. Kim ko'p o'qidi, yo nima olib ketamiz. 1-2 kun boshlamanda, keyin keldi, ustoz, haligini boshladim dedi. Zo'r kitobni. Keyin boshladingizmi? Ya'ni uni ko'rdingizmi? Hali ichidan savol beryapman-da, mana joyini o'qidingizmi? Menga eng ta'sir qilgan joyi shu bo'ldi deb ketib, hali kitob tugatib qo'ydi hali qiz. O'zi bilmay qoldi tugatganini. Endi qanaqa desangiz, endi o'zi kitob o'qib yuribdi-da o'sha. Ya'ni ustoz mehrini berish kerak va ana shu ustoz uni yaxshi ko'rsa, sevsa, u ham keyin ustozda mavjud bo'lgan ko'nikmalarni o'ziga singitishni boshlaydi. Ustoz zo'r gapiradi deydi, bunaqa gapiradi, odobi bunaqa o'tirib turadi deydi. Qolganlar bilan bunaqa. Bu insonda tabiiy asliyatida bor. Ya'ni shu imitatsiya qilish. Misol, meni o'g'lim onasini o'zi, ko'rinishi, gap so'zi, tog'asini o'zi. Lekin bilasizmi, mendan xislat o'tdi o'sha bolaga tug'ilgandan keyin. Nima desa, uni bunaqa turish pozasi, qadam tashlashi, mashinaga o'tirib turishi meni o'zim. Qanday o'tirsam xuddi o'shunday o'tiradi. Qush inida ko'rganini qiladi degandek, ha, gendan o'tarkan, lekin sizni agar yaxshi ko'rib qolsa, giroy sizda siz uchun. Sizni qilganingizni qiladi. O'quvchi uchun ham giroy bo'lish kerak, yaxshi ko'rish kerak, keyin u yaxshi ko'radi. Lekin uning uchun avvalambor siz uni yaxshi ko'rishingiz kerak. Samimiy sevishingiz kerak. Keyin o'quvchi sizni sevadi va kasbda, o'qituvchilikda aytaman, fanni o'quvchilar sevishni bilmaydi. Fanni sevib bo'lmaydi. O'qituvchini oldin sevadi, keyin fanni yaxshi ko'radi. Shuning uchun samimiy muhabbat kerak. O'qituvchi o'z kasbini yaxshi ko'rsin, o'qituvchi o'sha o'quvchilarini yaxshi ko'rsin, ularni porlashini, o'zligini anglashini, hayotda o'zini muvaffaqiyatiga ega bo'lishini xohlasin va o'shaning uchun qo'lidan kelayotgancha harakat qilsin. Yig'lasin, siqtasin, kuysin, yonsin, o'quvchi ham o'shanga yarasha keyin beradi. Aynan o'shaning uchun ham men darslarimda, menimcha ko'p o'quvchilarim aytadi, yaqinda bitta qiz aytib qoldi darsimda, ustoz, siz har kuni borib uyiga aytib beraman, o'rgatgan narsalarni unaqa o'rtoqlarimga va juda ham qiziq aytishadi. Sen ingliz tilida shuni o'rganyapsanmi deb. Ya'ni men darsda to'g'ri ingliz tilida suhbatlashaman, chunki til bu, ingliz tili-ku. Tilda bir qanaqadir narsa bilan o'rgatib bo'lmaydi. Unda nimanidir o'rgatasiz, til o'rtada vosita bo'lib beradi. Shuning uchun hali qiziqarli mavzular haqida, ularning kasbiga, kelajagiga o'sha skilllar, ya'ni nima ko'nikmalar ustida ishlaymiz-da. U liderlik bo'lsin, u public speaking bo'lsin, o'sha ko'nikmalar ustida ishlash mobaynida chiqib kelaveradi. O'shanda keyin ishonamanki, o'quvchilar xudo xohlasa cho'qqisiga yetadi. Chunki ular ingliz tilini zo'r bilsa-yu, robotda tayyorlagan bo'lsa, ertaga hayotda 8-9 IELTS bilan hech kim bo'lmaydi.
uni yodlab, to'g'ri qisqaroq yo'l bu, osonroq yo'l, lekin shortcut deydi, ya'ni qisqa yo'l hech qachon zo'r natija bermagan. Mayli 1 yilda ingliz tilini yodlab olar, 8 da olar, 9 da olar, 3 yil harakat qilib, lekin bu nima degan bir parcha qog'oz. Universitetda bitirib olar, lekin bu bir parcha qog'ozga ega bo'ladi. O'sha mobaynida, universitet mobaynida u nimaga ega bo'lyapti? U o'zini skilllarini, o'zligini kashf qilyaptimi? Maza qilib o'qiyaptimi? O'qigan narsalarini o'qiyaptimi? Hayotga tatbiq qilyaptimi? Aynan shu narsalar ustida ishlashda hozir o'rgatish kerak. Maktab davridan o'rgatish kerak. Ota-ona, ustozlar, hamma fan ustozlari deb o'ylayman. Bu faqatgina man matematikman yoki man fizikman, man geografman, bu mani fanim emas, u mani fanda o'rgansin yoki boshqa joyda o'rgansin emas, har bir ustozni vazifasi. Bu tarbiya ustozi emas, bu psixolog emas. Hamma ustozdan oladi. Har bir ustoz o'shancha psixolog bo'lishi kerak, har bir ustoz tarbiyachi bo'lishi kerak va o'z faniga olib kirish kerak. Penny-Ur metodika kitobi universitetdan bilsalaring kerak. Penny-Ur metodika kitobida 22 ta o'qituvchini xususiyati sanalgan. Shunda birinchi qaysi turgan deb o'ylaysizlar? Xususiyatlaridan mana masalan bilim, tajriba, ro'yxatlarni davom etadigan bo'lsak. Masalan, agar shu savol o'sha paytda menga berilganda ham men juda ham bilim deb hamma bilim bo'lishi kerak dedi. Yo'q, afsuski boshida birinchisida, ya'ni afsuski emas balki fortunately eng birinchisida love for your students shu turadi. Keyin yozgan bilim 5-6 naqada individuality, love for job, creativity shular berilganda, shundan bilsangiz ham bo'ladi. Mana hozir aytib o'tgandek, bolalarga kuchli muhabbat, bu sizni ishingizga muhabbatni keltirib chiqaradi. O'quvchini o'ziga tortib olasiz, magnitni yopishtirib olasiz. Sizni yaxshi ko'rdimi, sizga aytganingizni qiladi, darslarni qiladi, xohlagan rezultiga erishadi. Shuning uchun ham ustoz qilib turadigan narsa uni shaxsiy looki, uni attitude ishiga munosabati, metodlari albatta bilim. Lekin kuchli role model bo'la olishi. Lekin eng qo'rqitadigan joyi ham shuki, ustoz sifatida biz shunchalik ta'sirga ega ekanmiz, o'zimizni ustimizda yetarlicha ishlayapmizmi? O'zimiz o'sha role model bo'ladigan darajada ideallikka intilyapmizmi? Albatta ideal bo'lib bo'lmaydi, lekin siz qo'rqinchlikda, ya'ni bitta siz tufayli shuncha odam yomonga ham aylanib ketishi mumkin, yaxshiga ham aylanib ketishi mumkin. O'zi biz yaxshi deb o'ylagan narsa rostdan ham yaxshimi? Aslida mana zo'r, mana shunaqa bo'lsin o'quvchilarim deganingiz, shunaqa bo'ladimi o'quvchilar rostdan? Bo'ladimi yo o'zi to'g'rimi o'sha narsa? O'quvchidan ham mana ustoz degani o'quvchilarning nazdida hamma yoqda biluvchi, hamma yoqqa manba deb tushuniladi-da. Demak, shunaqa ekan, bizda tinimsiz izlanishda, bilimda, doimiy o'rganishda va endi masalan meni fikrim, masalan mana shu fan o'qituvchisiman, o'sha o'qituvchi o'sha fan bo'yicha maksimal darajada o'rgangan bilinchi. Masalan, bilmay qolish ehtimoli bo'lishi mumkin. Hech bo'lmasa o'shani qanday o'rganishni yo'lini ko'rsata olishi kerak. Misol, bizni maktab o'qituvchilarimiz ham bu narsani ko'rar. Robert Kiyosakini ustozga bergan ta'rifi bor. A fake teacher is someone who doesn't do what they teach. A real teacher is someone who does what they teach every day. Ya'ni o'zi o'qitadigan narsasini o'zi hayotida bunday muntazam qilmaydigan o'qituvchi bu soxta o'qituvchi. Dars o'ziga keladi, ketadi. Soxta bo'lmang. Oxiri yo'qda buni. Bu ertaga sizdan voz ketishadi baribir. Haqiqiy o'qituvchi bo'lsangiz, o'zingiz o'qitadigan narsani, bolaga bermoqchi bo'lgan narsangiz o'zingizda bor bo'ladi, o'zingiz doim ishlaysiz o'z ustingizda. Ustozlar haqida bitta kommentariyani o'qib oldimda. Xursand bo'lsak bo'ladi, juda ham savobli ish ustida bosh qotirib, ba'zida kerak bo'lsa asabiylashib, ba'zida xursand bo'lib va shu kasbdan kerak bo'lsa pul topib vaqtida shunga men ba'zida xursand bo'laman, juda ham xursand bo'laman, chunki biz ustoz bo'lishimizga sababchi bo'lganlar haqqiga duo qilamiz. Biz ustozlikka motivatsiya qilgan insonlar va bizga ustoz bo'lganlarga rahmat aytamiz. Eng katta rahmatni o'sha bizni ustozlikka rag'batlantirib turuvchi oilamiz, farzandlarimiz, xo'jayinimiz, ota-onamiz juda ham katta ahamiyatli deymiz. Biz ham kimgadir motivatsiyamizda, bizga ham motivatsiya berishgan. Shuning uchun ham ba'zida ustozlik desa hamma ko'p asabiylashadigan deydi, lekin masalan siz aytib o'tdingiz, mana ayamam aytadi, charchamadingmi?
kelsam ishdan, o'zim hozir chaqalog'im bor, 40 kunlikda ishga chiqqanman. Desa, "Yo'q, charchamadim" desam, sen aytadi, "Aya, bu yaxshi ko'radi-da ishni juda ham. O'shaning uchun charchamaydi. Uyda jincha birorta oilaviy muammoni hal qilsa charchayman, lekin mazza qilib bir dam olib kerak. O'quvchilar bilan baribir boshqacha. Shuning uchun ham alhamdulillah, Xudoga shukr aytaman. Tabiiydir zamonlar, doimiy charchayotgan bo'lsa, u kasb uniki emas. Almashtirgan ma'qul kasb. olsangiz, o'quvchilar natijalaridan ham telefon qilib ota-onalar rahmatini eshitsangiz, bo'lib ketadi. Rahmat kattakon sizlarga bugungi suhbat uchun, kelganlaringiz uchun, vaqt ajratganlaringiz uchun. Rahmat sizlarga. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat.